Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Drongo obunachilari. Bugun bizga yangi modelimiz kelgan. Hozir shuni sizlarga qisqacha obzorini qilib beraman. Aytgancha, bu modelimizning nomi DC07 model. Boshladik. Demak, har doimgidek bu modelimizning ma'lumotlarini aytishdan boshlayman. Undan keyin qulayliklariga o'taman. Motor quvvati naqd 2000 Watt, tezligi soatiga 70 km. 70 km ga zo'rda 2000 Watt motor quvvat. Undan tashqari akkumulyatori 72 volt, 32 amper. Bitta to'liq quvvat bilan 60-70 km masofani bemalol bosib o'tasiz. Endi buni qulayliklariga, qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, bu modelimizning oldi orqasi jidkisli tormoz bilan jihozlangan. Bundan tashqari orqaga ham harakatlanadi. Mana bu knopkasi orqali buni alohida navigatsiya qilib qo'yib yuborishadi. Mana shu knopka orqali orqaga ham harakatlanadi. Bundan tashqari parkovka rejimi bor, mana tugmasini ko'rishingiz mumkin. Va 3 bosqichli mana skorost tugmalari hamda bu tarafida avarinka tugmasi ham mavjud. Dalniy, ближний hamda pavorotniklari. Eng qizig'i, bu modelimiz himoya uchun atrofi to'liq duga bilan, temir duga bilan qoplangan. Bundan tashqari o'rindiq ostida ham bagaji bor va orqada ham kattagina mana bunaqa chiroyli zamonaviy ko'rinishni beradigan bagaji bor. Buni hozir ichini ochib ko'rsataman, nimalar borligini sizga bafurja tushuntiraman. Ha, aytgancha, buni o'rindiq ostida ham narsalari bor. Bu bokovoynigi. Mana bu bonusiga, endi kichkinagina bonus. Bu telefon podstavkasi ichida chiqadi. Bundan tashqari o'zini maxsus original quvvatlagichi. Endi bagajini ham, ichini, kengligini ko'rsataman, ham nimalar chiqishini ham aytib o'taman. Himoya kaskasi hamda yomg'irdan pana qiluvchi nimchasi ham chiqadi. Bagajini ko'rishingiz mumkin, ichini kengini. Bunga bitta kaska bilan bitta mana bunaqa himoya nimchasi o'sha deyarli ko'rdim demayapti-da, solib qo'ysangiz ham mana yarmigacha, mana shu bitta yarmigacha kelyapti. Hali bunda yana shuncha joy qolyapti bagajida. Bagaji ham anchagina keng. Bundan tashqari taglarida ham tunda chiroqni yoqqaningizda, yurganingizda sveta muzikalari o'ynaydi. Oldida, orqasida sveta muzikalari o'ynaydi. Bu modelimizning o'zi ham kengina, kattagina. Haybati bor muhimi. Eng qizig'i, meni bo'yim 1.75 bo'lsa, misol uchun hozir men bemalol o'tiribman, mana bunday bemalol minib ketib turgan holatimda orqaga ham yana bitta menga o'xshagan odam bemalol sig'ib ketishadi. Mana bu yerda orqa yo'lovchiga oyoq qo'yadigan joyi bor. Bu esa oldi yo'lovchiga oyoq qo'yadigan joyi. Xolos siz bu tarafga qo'yasiz komfort uchun. Sizga komfort bo'lsa albatta. Xolos siz bu tarafiga qo'yasiz. Ha, aytgancha, mana bu yerda o'zini poliklari ham bor. Hozir yomg'irdan keyingi holatlarda loy oyoqlar bilan chiqqanimiz uchun kir bo'lib ketdi. Buni chiroyli qilib glitserinlab olsangiz, ballonlarni glitserinlaganingizda zo'r bo'lib qoladi, yaltirlab turadi. Ha, aytgancha, hozirgi videoda navigatsiya qilib yuborishadi. Mana buni ko'chiraman. Monitori ham kattagina. Bemalol ko'rib, harakatlanib, necha kilometr tezlikda ketyapsiz, qancha yurdingiz, zaryadi quvvati qancha qoldi, bularni ham bilib turishingiz mumkin. Avarinka yoqsiz, ana bunaqa pavorotniklarini yoqqaningizda ham ko'rib tursangiz bo'ladi. Bemalol ko'rasiz. Yorug'da ham ko'rsatadi-da bu narsa. Bu modelimizni shuncha qulayliklari bilan birgalikda narxi atiga $650. Zo'r-ku, $650 ga shuncha qulayliklari bilan zo'r skuter olyapsiz. Yaxshi emasmi? Sizga ham aynan shu DC07 modelimiz ma'qul kelgan bo'lsa, hoziroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda cheklanmagan miqdorda yetkazdirib beramiz. Drongoni kuzatishda davom eting. Bundan ham qiziq videolarimiz hali oldinda.